Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Mana hozir biz ayni Toshkent viloyati Bo'ston tumanidagi Majburiy ijro byurosiga keldik. Murojaatchi Madina Ibragimovaning murojaati yuzasidan bo'lib o'tayotgan arizaga murojaat mazmuni bo'yicha o'rganish maqsadida. Demak, barcha bo'lib o'tayotgan voqea tafsilotini siz ham biz bilan kuzatishda davom eting. Bo'ldi. Mana qarang. Hozir Madina Ibragimova bo'yicha biz shaxsan rasmiy munosabat bo'yicha kelganmiz. Bu yerga ijrochini chaqirib boring. Siz kim bo'lasiz bu yerda? Siz kim bo'lasiz bu yerda? Men Qorovulman. Ismi sharifingiz kim? Shahridan Gaqqaroy muammo bo'lyapti. Hozir mana biz rasmiy ommaviy axborot vositasi haqiqat axborot portalidan keldik. Ayni ish murojaati yuzasidan demak mana kelayotgan Sharxon degan ijrochi chiqyapti. Zafar akam bor. Assalomu alaykum. Assalomu ijrochi sizmi? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Biz kelganmiz rasmiy ommaviy axborot vositasi haqiqat axborot portali rahbariman. Rasmiy. Mana yonimizda qarshimizda turgan Ibragimova Madinaning murojaati bo'yicha Ibragimova Madina 2022-yil dekabr noyabr oyidan beri men yaxshi. Xush kelibsiz aka, nima qilasiz? Sizni bizga hozir xizmat emas. Mana shu murojaatchi ayni bir ikkita savollar bo'yicha bizning ishtirokimizda o'sha savollarga javob olish uchun mana bizning oldimizga keldik. Keling, men bu tarafga o'tib olsak bo'ladimi? Yo'q, ichkariga mana xonangiz bor yo. Shunda bu yoqda ko'chaga. Keling mana. Yuring. Qani yuring-chi. Mana o'z bilasiz ommaviy axborot vositasini, ommaviy axborot vositasi rahbari haqiqat o'zi axborot portali rahbari ismi Hamid Sulaymon bo'ladi. Mana murojaatchi Madina Ibragimova mana birinchi yildagi ayni men bilan bog'liq bir ikkita muammolar kelib chiqqan, to'g'rimi? Hozir mana biz ayni hozir shu yuzasidan hozir jinoiy ishlar bo'yicha Bo'ston tuman sudida bo'ldik. Bir ikkita murojaat bilan bog'liq bir ikkita ma'lumotlar olish ehtiyoj tug'ildi sizlardan. Ayni murojaatchini savoli bo'yicha. Shu bo'yicha mana siz oldingizga keldi. Bu ish masalasi sizni ish yurituingizga chiqqan ekan. Qanchalik bizga murojaatchini ma'lum qilishyapti. Endi qani aytingchi, nima? Kim bo'lasiz, opa? Ish bo'yicha men Ibragimova Madina Manbayevna. Bo'stonliq tumani Burchumula qishlog'i Yakatidmiyev 41-uyda turuvchi fuqaroman. Mani hozir sentyabr oyida telefon raqamiga 93-649-44 raqamiga qarzdorlik, qanaqadir cheklov, bir narsa SMSlar bordi. Mana bugungi kunda kimdan keldi SMS? Kim SMS? MIPdan keldi. Qaysi MIPdan? Mana shu Bo'stonliq tuman MIPdan menga telefon raqamimga SMSlar keldi, qarzdorlik cheklov deb. Endi mana bugungi kunda men hozir haqiqat ommaviy axborot o'z portali muxbiri bilan mana bu hozir Bo'stonliq tuman Majburiy ijro byurosiga keldim. Ijrochi Shahriddin dedi, lekin Shahriddinga navbat kelganimizda haqiqat o'z ommaviy axborot muxbiri bilan kirishimga yo'l berishmayapti. Bular yo'l bermasligining sababi birinchidan 2022-yil dekabr oyidan bularni Shahriddin degan mana xodimni menga adolatli bor. Savollar tugatsin. Xususiy ajrim chiqarilgan. Menga yaqinlarim tomonidan men shaxsan sudda qatnashganimda bularga xususiy ajrim chiqarishni so'raganman. Qo'limda asos. Kimga nisbatan? Mana anaqa xodim, majburiy ijro xodimi Shahriddinga xususiy ajrim chiqarilgan. Bu bo'yicha men 2023-yil qaysi yo'q, gapingizni oldim. Qaysi sud tomonidan xususiy ajrim chiqarilgan? Anaqa viloyat sudi, ma'muriy sudi bo'yicha
o'sha anaqada sudni Men bularga kelayman, xususiy ajrim to'ldirib ketaman-da. xususiy ajrim chiqarilgan. To'xtang, Endilikda gap bularni hozir menga 2024-yil soxtabozlik yo'nalishida Bo'stonliq tuman sudi raisi Hajayev noqonuniy O'zbekiston Respublikasi sud qonunidagi qonunidagi 4-moddasiga asosan ahamiyatsizlik umuman ahamiyat bermasdan sud qarorini chiqarib qo'ygani bo'yicha men 2024-yil 4-noyabr kuni Bo'stonliq tuman ma'muriy sudi bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha sudi bo'yicha viloyat sudiga kassatsiya tartibida shikoyat arizamni berganman. Mana bugungi kungacha bu kassatsiya shikoyatim tartibida mani ishim ko'rilgani-yu ko'rilmagani bo'yicha hech kim meni chaqirtirilmadi. Lekin hozirgi davrda o'sha murojaat qabul Mana o'sha davrda hozir majburiy ijroga keldik. Mana qarang. Majburiy ijroga keldik. Majbur Hozir to'xtating, hujjatli gapni ijroga. Mana qarang. Hozir mana siz qisqa mazmun yo'q, siz demak siz mana hozir majburiy ijro Bo'stonliq tumaniga kelyapmiz, to'g'rimi? Mana ijrochi yonimizda turibdilar. Bularga nima murojaat bo'yicha qaysi ma'lumotni olish yo'q, to'xta. Qaysi murojaatingizni mazmunini so'rash uchun siz mana hozir kelib turibsiz, shuni bo'yicha ayting. Ha, mana 2025-yil sentyabr oyida mana menga hozir SMS cheklov qarzdorlik haqida menga SMS borgan telefon raqamimga. Hozir ayni damda biza bu bo'yicha hozir mana keldim, arizam bor. Men Bo'stonliq tumanida turaman. Arizani kimga topshirgansiz? Hozir olib kelib topshiraman deyapman bularni. Mana yo'q, to'xta. Ariza bilan keldi, to'g'rimi? Hali topshirganingiz yo'q. Endi yo'q. Endi qani mana hozir qarshimizda mana ijrochi o'zi turibdi. O'zi tanishtirib oling, ismi sharifingiz kim bo'lasiz? O'zi tanishtirdim aka. Ismim Yo'q. Faxriddin mani, familiyam Rahimov. O'chdan Quvondiq o'g'li. Byuroning Bo'stonliq tuman bo'limi davlat ijrochisi lavozimida faoliyat ishlab kelmoqda. Mana eshitdik gapingizni oldi. Mana hozir murojaatchini masalasi bo'yicha nima holat muammo bu kelib chiqqan, shuni aytib o'ting. Men ilk bor birinchi marta bugun ko'rib turibman. Bular tanimaganmisiz ilgari? İlk bor 2025-yil, men 3-dekabr kuni bugun ko'rib turibman. Ilgari tanimaganmisiz degan savolingizga Yo'q, ilgari ko'rganmi, oldingizga kelganmilar? Tanimaganmisiz degan savolingizga Yo'q, endi birinchi bor kelishlarim shuni mazmuni so'raldi. Men sizga tushuntirib beray. Akasini qarzdor akasi bo'ladi. Sud qaroriga asosan 2 nafar turmush o'rtog'iga aliment to'lashi belgilangan ishonchnoma asosida kelgan bo'lib, akasining qarzdorligi bo'yicha biz ogohlantirish xati berganmiz, akasiga nisbatan tegishli pochta orqali yuborganmiz, qidiruvda bo'lgan, ushlangan, tegishli tartibga sudga olib chiqib, ma'muriy javobgarlik chorasini ko'rganmiz. Bular u masala bo'yicha o'sha 2023-yilmi, 2022-yil adashmasam o'sha davrda ko'rganman. Akasining ishi orqasida. Faktiski hozir mana 2025-yil 3-dekabr bilan viloyat sudida ham ariza bilan kelyapti. Men hozir ko'rdim mana. Menga shu kungacha murojaat etmagan bu shaxs. Bo'ldi. Mana qarang, Madina, hozir siz ayni majburiy ijro Bo'stonliq tumaniga keldingiz, to'g'rimi? Shuning uchun mana hozir bir nechta fuqarolar turibdi. Qisqa mazmunda bularda nima mazmunda olmoqchi bo'lgan ma'lumotingiz bor. Shular bo'yicha qisqa mazmunda aytib o'ting mana. Men apellyatsiya shikoyati bo'yicha hozir aytgan bo'yicha apellyatsiya shikoyatiga berganman. O'sha yerda apellyatsiya shikoyatida bularga xususiy ajrim chiqarilgan. Xususiy ajrim chiqarilgan. Hozir bulardan nima so'ramoqchisiz? Shuni bo'yicha gapirib o'ting. Ayni damda hozir aniq bir ma'lumot qo'lida bor, albatta bor. Shu yo'q. So'rayotgan narsa so'rab qoling. To'xtab turing, savolga javob berib qo'ying. Fuqarolarni kutyapti. Hop, shunga savolga javob berib qo'ying. To'xta. Mana qarang, to'xtang. Madina, siz arizani olib keldingiz, to'g'rimi? Arizani olib kelganingizdan keyin bularda hozir nima yana qiziqtirayotgan savolingiz bor. Savolingizga nima mazmun javob olmoqchisiz? Shuni mana aytib o'ting savolingizni. Ariza yozganman. Hozir arizani topshirish uchun kiraman deganimda, mani masalan Ishonchnoma bu narsangizni topshirib ketaverasiz. Axborot tizimidan o'tgan odamni mana qarang. kirgizmoqchilar bilan sizlar qonun doirasida ishlayotganingiz bor. Eshitib turing, arizani. Davlat xodimi sizlar ham. Opajon, eshitib turing. Siz ariza yozdingizmi? Hozir sizni arizangizni qabul qilib olishadi. Qabul qilish gapingizni oldim, ijrochi. Mana fuqaro kelyapti murojaati bo'yicha bevosita ommaviy axborot vositalarining vakili ishtirokida, to'g'rimi? Ommaviy axborot vositasining o'zining vakolat huquqi doirasida murojaatchining holatini o'rganish uchun birga bo'lishga huquqqa ega. Hech kim uni ma'ni eta olmaydi. Shundan keyin hozir mana sizga kirishlik qarovingizga aytildi. Ommaviy axborot vositalarining vakili kelgan ekan. Shu birga kirmoqchi, shu murojaat bo'yicha dedi. Sizga aytildimi, aytilmadimi? Aytildi. Sizga telefon
sizga telefon qilib aytdi-yu. Yo'q, menga aytilmadi. Ha, u aytdi, yo'q, ishonch kirsin. aka ommaviy axborot vositasi xodimi keldi, menga xabar berilgani yo'q. Birinchidan endi eshiting, bular ishonch ariza mana qo'lida turibdi. Marhamat qilib kansellariyaga qoldirsa, qonunda belgilangan tartibda muddatlarda ko'rib javob xati beriladi. Yashash manzili Biz bo'yicha. ma'lumot so'rayapmiz. Kim ijrochi bo'lsa shunday ma'lumot beralar bo'ldi. Boshqa narsa Tushuntirman, hurmatli fuqaro, sizga yana tushuntiraman. Bu yerda adresingiz bayon etilgan. Shu arizangiz o'rganib chiqiladi qonunda belgilangan muddatda. Yashash manzilingiz bo'yicha javob xati yuboriladi. Qarang, mana oxirgi gapi. Mana Tushuntirdimi? Buni Bo'stonliq tumani topshirasiz hozir men o'sha majburiy ijro byurosiga keldim. Mana ijrochi mana yana moddiy va ma'naviy zarar ko'rishimga sababchi bo'lib yotibdi. Masalan, qo'lida turibdi. Bizning prezidentimizning gapi bor. Davlat idorasi xalq uchun ishlash kerak. Xalq davlat idorasi uchun ishlamaslik siz buni kerak. topshirishingiz kerak, hurmatli fuqaro. Hozir men chaqirib beraman. Yil davomida men Ish kelyapman. yurituvchi tushib olib qoladi. Maosh olib, men yugurib kelyapman. Yugurib kelganimda sirozh menga javobini bering bo'ldi. Men sizga tushuntiraman, buni topshirishingiz kerak. Tushundingizmi? Buni muddati bor, hurmatli fuqaro. Hozir men sizga tushuntirdim. Ish yurituvchi chiqib qabul qilib oladi buni. Zakasi bajaryapti mana. Hech qanaqa men kassatsiya shikoyatiga chaqirtirilmaganman. Kassatsiya shikoyati bo'yicha mana hech kim hech qanaqa chaqirilmagan. Bugungi kunda qarzdorlik deb mana SMS jo'natyapti mana. Majburiy ijro byurosi xodimi. Shunga qisqa mazmun izoh berib o'ting, bergan savollarga. Xususiy ajrimma Arizalar turibdi aka mana. Arizalarda bayon etgan men. Arizamning mazmuni shundan iboratki, 2025-yil sentyabr kuni SMS cheklov haqida va qarzdorlik SMS orqali kelishim ma'lumot olishimda yordam berishingizni so'rayman. Buni ko'rib chiqamiz, xabarni beramiz. Shu paytgacha biron marta yoki menga fuqaro telefon qilmagan. Qilmayman. Nima qilaman? Siz davlat xodimi bo'lib, hozir ayni paytda qilmayapsiz. Menda hech qanaqa narsa yo'q. Menda sizni men ilk bor bugun ko'rib turibman. Baraka to'g'ri 2025-yil. Sizni xatti-harakatingiz umuman majburiy ijro xodimiga noloyiqlik haqida 2022-yil dekabr olib turibdi bu narsa. Dekabr oyida sizga xususiy ajrim chiqarilgan. Siz hozir ayni damda siz bu tuhfatingiz uchun qonunda belgilangan tartibda javob berasiz. Qonunda hurmatli axborot vakiliman, vaqtim chegaralangan. Demak, sizga bularni berayotgan savolim menimcha sizga tushundim. Sizga bergan savolim bu mazmunda bergan xatga qancha mazmunda, qaysi necha kun tartibida javob olish mumkin? Qisqa muddatda. Qisqa muddatda belgilangan 15 kungacha. Bu narsani registratsiyadan o'tkazganimizdan keyin qisqa muddatlarda bugun yoki ertaga javobini pochta orqali jo'natamiz. O'rtada hech qanaqa adovatlar bo'lmaganmi? Shunchalik ko'ryapman, o'rtalarda qanaqadir buyurtma, boshqa ishni bajargan degan fikrlar bo'lyapti. Negaki haqiqat ko'zda degan shu men siz oldida shu holatni aniqlik kiritish uchun sizdan eshitishim uchun men savol beryapman, to'g'rimi? Menimcha tushundingizmi men savolim? Shuning uchun siz bu haqiqatda o'rtada hech qanaqa nizolar bo'lmaganmi? Kimdir buyurtmasini endi bular nimadir fikrlarga o'zgartira olmayman. Qarorni beraman. Bo'ldi, e'tiborchi rahmat. Salomat. To'xtang, uni olgani bo'yicha mazza ma'lumot olishimiz kerak. Yo'q, hozir ish yurituvchini chaqiraman deb aytdim-ku. Ha, bo'ldi. Menga bering unda qog'ozimni. Men nusxasi bilan beraman topshiriq. Ham chaqiring ish yurituvchini. Mana hozir siz ayni murojaatingiz bo'yicha Majburiy ijro Bo'ston tumaniga keldik. Ijrochi chiqib o'zini qisqa mazmundagi fikr munosabatini bildirdi. Albatta o'ylaymanki, bu sizning murojaat tegishli tartibda nazorat tartibida har tomondan atrofga ko'rib chiqadigan umiddaman. Shu o'rinda ularga yana aytmoqchi bo'lgan, yetkazmoqchi bo'lgan rahbariyatga yana nima mazmunda aytmoqchi bo'lgan munosabatingiz bor? Men rahbariyatga mana shu O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matilla Saydullayevga shuni mana O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev. Nig'matilla O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevga murojaatim shuki, mana O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga ahamiyat bermasdan O'zbekiston Respublikasi qonunlarida umuman mensimagan holatda mana shu majburiy ijro byurosi xodimi mana hozir ayni damda Shahriddin adovati bo'yicha menga telefon raqamimga qarzdorlik cheklov haqida SMS'lar jo'natyapti. Bugungi kunda mana men ommaviy axborot vositasi xodimi orqali mana kelyapman, boshlig'i kelyapman. Devonxona qabulxonada bizani kirgizmayapti. O'zi kirsin, axborot xodimi kirmasin deyapti. Bugungi kunda agar ochiqlik va shaffoflik, agar bu fuqarolar o'ylaydigan bo'lsa, ochiqlik va shaffofligi nima to'siqlik qilyapti? Mana bugungi kunda hozir Shahriddin degan xodim
Hozir mana arizam bo'yicha, mana SMSlar jo'natgan ariza bo'yicha menga oddiy ma'lumotni bera olmayapti. Oddiy ma'lumotni bera olmayapti. Qachonki sud qaror chiqarsa, sudning qarori bo'yicha qarzdorlik cheklov bo'lishi kerak. Sud kassatsiya shikoyati umuman meni chaqirtirilmagan. Hech qatga chaqirtirilmagan. SMS mana bugungi kunda men yana fuqaro bo'lib kelyapman. Bu davlat xodimi joyida o'tirib olib, mana javob berishga ham urinmayapti. Men bularga qonuniy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Mana o'zingiz ko'rib turganingiz, murojaatchi aynan murojaati yuzasidan tegishli tartibda so'rovnoma ma'lumot olish majburiy ijro byurosiga kelsa-da, lekin majburiy ijro byurosini rahbariyati ham xodimlar qanday holatda munosabat bildirayotganiga o'zi ham mana kuzatish mumkin. Shahirdinga axborot vositasi orqali axborot vositasi xodimi kredit etmoqsizmi? Aytmadi deyapti-ku, mana aytdingizmi siz? Ana aytdim deyapti. Mana qarang, hozir gapingizni oldim. Hozir bizda mana majburiy ijrochi chiqdi. Ko'zimni ikki xil mazmunda. Hozir mana ular bilan gaplashdim. Holbuki siz unga aytmagan ekansiz. Menga aytgan yo'q deydi. Telefonda aytdim-ku, keyin chiqib O'shani aytdim. Yo'q, lekin yo'q, bizda men shaxsan meni oldimda men eshitib turdim, uni videoga olganman. Demak, ular men to'g'ri siz hech qanaqa unga yetkazmagansiz. Menga ommaviy axborot vositasi vakili kelgan haqida xabardor qilmagansiz. Yo'q, uni men aytishiga qaraganda, yo'q, aytgan yo'qman. Aytgan yo'q deb aytyapti. Lekin siz aytdingiz. Malades, aytdingiz siz. To'g'ri ishlaysiz siz. Mana holatlarga o'zi e'tibor qaratasiz degan umiddamiz. Barcha tafsilotni har tomonlama atroflicha nazorat tartibida kuzatishda yana davom etamiz. Mana bu qarorlardan olmaysizmi o'zinga? Intervyu olmaysizmi? Yo'q, bermaydi. O'zi bera olmaysizmi o'sha shaxslardan o'sha ular aytgan qana bo'lsa ayta olmaysizlarmi? Nima deyish kerak? Mana hozir siz mana men keldim. Qog'ozni ko'rsatdim. Bizning ijrochimiz Shahriddin. Shahriddinga kiraman desam, mana axborot vositasilar yo'q deyishdi. Telefon qilaman, agar ruxsat bersa ijrochi kirasiz deyapti-da bu. Shunda Shahriddin ichkaridan kirmasin deyapti, faqat o'zi kirsin deyapti-da. Keyin buni Shahriddinni videoga olgandan keyin Shahriddin chiqib keldi. Hozir Shahriddin menga hech kim aytmadi deyapti. Nimaga telefon olsan mana dedim. Mana axborot vositasiga menga aytmadi deyapti. Mana hozir men bu yerda o'tirgan dejurni men aytdim-ku telefonda deyapti. Mana ikki xil gap bo'lyapti. Siz eshitdingizmi ular aytganini? Oldida turib. Ha, Bo'ldi. Hozir. Kelasiz? Mana hozir men keldim majburiy ijro byurosiga. Mana bu yerda dejurniga uchrashdim. Dejurniga aytdim, mana men Burchumladan Ibragim Madina keldim deb arizani ko'rsatdi. Va bizning ijrochimizni hozirgi paytda shu Shahriddin haqida bizga ma'lumot berib, meni pashti yarim soat kuttirdilar. Bu yerda Shahriddindan navbatim kelganda, Shahriddinga kiraman deganimda ommaviy axborot vositasi muxbirisiz kirishimni so'ragan, lekin men unga rozi bo'lmadim. Nimaga rozi bo'lmadingiz? Chunki Shahriddin menga demoqchi siz ommaviy axborot vositasi vakili bilan kirmoqchi bo'ldingiz. Shungami? O'zi kirishga siz qarshilik ko'rsatdingiz. O'zim kirishimga qarshilik ko'rsataman. Chunki men Bo'stonliqda haqiqat yo'qligini isbotlab chiqqanman. Demak, hozir xatingizni qabul qildimi? Hozirgi paytda Shahriddin bizani ijrochimiz, lekin xatimizni qabul qilmasdan boshqa xodimni chiqarib yubordilar. Hozir siz xatlar bo'limidamisiz? Siz kimsiz o'zi? Siz xatlar bo'limida bo'lsangiz tanishtiring, men rasmiy ommaviy axborot vositasi haqiqat.uz portalidaman. Siz o'zingiz birinchi tanishtiring-da. Hozir murojaati bo'yicha, Men bo'lim ish yurituvchisiman. bo'lim ish yuruvi bo'yicha. Demak, hozir ko'chada bu qabul qilinmaydi hech narsa. Ichkariga kirib qabul qilinadi. Biz bekka. Yo'q, xatni qabul qildingizmi? Yo'q, ko'chada qabul qilinmaydi xat. Xatni qayerda qabul qilasiz? Xonada qabul qilinadi. Siz xonaga emas, o'zi kirishdagi xatni shita isqada chiqib olib kelsiz. Haqlisiz-ku. Hech qanaqa ko'chadan xat olib qolinmaydi. Siz ko'cha emas, siz kabinetga kirdingiz bular. Siz xonaga kiring, bo'ldi. Bo'ldi, xonaga yuring. Mumkin emas telefon, hech narsa mumkin emas. Yuring. Men qarang. Ommaviy axborot vositasi nima qarshilik ko'rsatyapti, uka? Qarshilik Mumkin emas chiqib keting. Bo'ldi, mumkin emas. sizga aytyapman. Nima qarshilik ko'rsatyapti ommaviy axborot vositasi vakiliga? Asl qonun konstitutsiyani o'qimaganmisiz?
Bo'ldi, mumkin bo'lsa hech qanaqa qarzdorligim yo'q. Mana holatni o'zingiz ko'rdingiz. Bu holatga tez tartibda albatta nazoratga olinadigan umiddamiz. Mana qabul qilishmadi, значит. Holbuki mana hozir biz mana o'zingiz ko'rib turibsiz, biz kirdik. To'g'rimi? Yo, ichkari xona. Ko'cha emas. Yo, ko'chami bu yer? Yo'q, ichkarida. Ichkaridami? Aha. Siz ham keldingizmi mibga ish yuzasidan? O'z ishingiz bo'yicha keldingizmi? Hali kirmadingiz, a? Yo'q. Nechinchi kelishingiz bu yerga? Bir 3 marta keldim. Bitta ish yuzasidan 3 marta kelyapsizmi? Muammo nima? Hal bo'lmayapti haligacha? Ammo kirdik mana. Yo'q, mibda 3 marta kelyapsiz. Masalangiz hal bo'lmayapti mibga kelgan masala. Yo'q. Hozir kelganim yana hal bo'lmayotganligi, men pensiyam to'liq ola olmayman. Menga non puli qolish kerak-ku, men nogiron pensioner bo'lsam. Pensiyangizdan nima? Nafaqangizdan pul olib qolyapsizmi? Olib qoldim. Nima sabab? Qabul qilayotgan paytingiz olish. Sudda qarori bormi? Bering, mana shu qancha qildilar, qoling aka. Sudda qarori bormi? Bittasi bor-da. Sudda qarori bor. Asosi nima? Yo'q, sud kredit sudga uzatgan. Qarzdorlik deb. Bu shu 3 oydan beri men kelaman, xataba ular bir 300 ming tashlash kerak non puliga. Mayli, bo'ldi, xo'p, rahmat. Ayoldan keyin siz telefoningizni olasiz. Keyin ikkinchi ishini qo'yasiz. O'zingiz kelgan chiqib olmadimi? U o'zi biladimi? O'zidan menda bor narsa. Pasportingiz yo'qmagansiz. Hatto sizning ma'lumotingiz Mana hozir, men qarang. Siz bu yerda bugungi mendek navbatga xodimsiz. Men qarang, hozir ijrochi chiqdi. Holbuki siz unga xabar bermagan deb hozir izoh bildiryapti. Xabar bermagan chiqmasdi-ku, amaki. Yo'q, shuni iloji bo'lsa chaqirib, aniqlik kiritib qo'yadi yana. Negaga hozir holbuki sizni ayblayapti bu. Oldida fuqaro qabul qilyapti, amaki. Odam Lekin siz albatta xabar qildingiz, to'g'rimi? xabar qilingan. Yaxshi. Telefoningiz bormi? Yo'q. Bo'ldi. Siz sherigingiz chiqmadi hali. Cho'zildi. Mana o'zi ko'rdingiz holatda har tomonlama bu holatni atrofida tez tartibda bosh prokuratura o'zi nazoratga oladigan umidda. Murojaatda qanchalik bo'ladigan munosabatni o'zi bunga huquqiy baho berib o'tadigan umiddamiz. Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi va qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan sud organlar xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishga qadar keskin choralar qo'llash masalasi qo'yiladi. Bugungi murojaat bo'yicha bo'layotgan holat tafsilot bo'yicha mana bugun arizangizni mazmuni bo'yicha javobini olib mana bugun biz keldik, shu bo'yicha qisqa mazmunni gapirib o'tdik. Men Ibragimova Madina Amanbayevna 2024-yil 12-avgust kuni Bo'stonliq tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga chaqirtirildim. Soat 11 ga. Soat 10 kam 9dan 10ta o'tganda Bo'stonliq tuman jinoyat sudi ishlari bo'yicha sudidan devonxonasidan meni sudim belgilanganligi haqida ma'lumot olishga kirishdim va u yerda menda hech qanaqa sud bo'lishi belgilanmagani haqida menga aytishdi va men 12-avgust 2024-yil o'sha Bo'stonliq tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi raisi